Hammaga salom, obunachilar. Bugungi videoda men sizlar bilan Warped Chest'ni loot qilamiz. Qanday let's go. Mana chest ham ochildi. Endi biz narsa olishga harakat qilamiz. Ammo hammasini bitta yig'ib olmoqchi edim, ola olmadim. Mayli. Va mana bu obunachilarim uchun nima anaqa fabrik foydang ko'targichlar hammasi sizlar uchun. Agar bu sizga kerak bo'lsa, shunchaki barib qarshilashni eng testlaring mana shu yerga paydo bo'lasizlar va olasizlar. Mana endi biz sizlar bilan Warped Chest'ni loot qilamiz. Warped Chest paydo bo'lishiga attiga 3 sekund qoldi. Birinchi o'yinda müzik topamiz va bitta men müzik topdim. Va men u yerda müzik men sindirmoqchim, ammo temetim kelib o'zi sindirdi. Mayli. U müzik temetimga sovg'a. Menga bu yerdan 3 ta sila, 3 va bitta milk chiqdi. Bu juda ham yaxshi. Ya'ni yo'q, 2 ta sila 3 ekan. Boshqa müzik yo'qligi uchun Epic sindirdim va Epic'da menga eng yarasi ya'ni Shark chiqdi. Va mana men yana bitta Epic sindiryapman va menga bundan 5 jonli chiqdi. Bu juda ham yaxshi. Keyin men bu serverda eng foydali keladigan ya'ni narsa bu nima Netherite blok. Bu Netherite blok ahdi narxi 5 million so'm ham bo'ladi. Lekin hozir Vibe oxirlaridan uchun men 3 million turistimga sotdim.